aziz vatandoshlar, navbatdagi reysimiz bo'lib o'tyapti. Bugungi sanamiz 2-may juma kunida. Avtobus ko'rishinglar mumkin. Kondyorlar ishlab turibdi. Komfort davlat tomonidan qo'yilgan reysli avtobuslar. Avtobusimizda monitorlar bor. Har bir sideniyada zaryadliklar bor. Telefon nomerlarimizni ekranda qoldiramiz. Adresimiz hozir ko'rsatib o'taman. Qo'yliq Vodibitagi. Qo'yliq Vodibitagi. Bu ikkinchi avtobusimiz dushanba kungi reysga turibdi. Avtobuslar hammasi O'zbekiston nomerida UzAvtotrans davlat tomonidan qo'yilgan resmiy avtobuslar. Ko'rishinglar mumkin. O'zbekiston nomerida 394. Yutong avtobuslari yangi davlat tomonidan qo'yilgan resmiy avtobuslar. Adres Qo'yliq Vodibitagi. Vodibitaga kelasizlar. Toshkent Moskva kassasi. Bemalol kelib ketishinglar mumkin. Reyslarimiz haftada 4 kun bo'lib o'tadi. Dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari. Kassamizga kelib bemalol mestalar bron qilib biletlar olishinglar mumkin. Bu bizning Toshkent Moskva kassamiz. Bu esa glavniy avtobusimiz. Telefon nomerlarimizni aytib o'taman. 94 37401, 98 37401, 90 27401.